Aynan mana shu pachoni hozir qancha paytda chiqarib berganimizni o'zingiz ko'rasiz. 19:28 da ish boshlanyapti. Qancha paytda chiqardik, ish sifati sizga yoqdimi va mana shu ishimizni necha pulga baholaysiz yozib ketasiz, oka? Ketdimi? Ketdi. Bir yarim soatlik mehnatga xolis baho berib qo'ying va aytganimdek necha pulga arziydigan ishni bilasiz. Mana shu ishni qo'llari dard ko'rmasin, akam oyoqdan tik turdilar, 1,5 soat mehnat qildilar. Barokat toping. Menga shaxsan yoqdi, menimcha kuzatuvchilarga ham yoqdi adashmasam. Aka, sayfamizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yib, aytganimdek yozib keting. Malol kelmasa, mana shu mehnat necha pulga arziydi. O'zingiz ish jarayonlarini to'liq ko'rdingiz. Xolis baho sizdan, aka.